Qilingan xorijiy tillar ro'yxati bor va darajalari bor. O'rgangandan so'ng biz anglab yetyapmizki, yana ham vaqt o'tishi davomida yurtboshimiz tomonidan berilgan bu ko'rsatma, bu dasturul amal naqadar to'g'ri bo'lgan. Bu bizga yangi imkoniyatlar eshigini ochyapti. O'sha ilmiy adabiyotlar bilan, psixologik yo'nalishdagi adabiyotlar bilan, o'z sohamizga oid bo'lgan adabiyotlar bilan original tilda, ya'ni o'sha tarjima qilinmagan xorijiy til ko'rinishida, o'sha nusxasida tanishish imkoniyatini yaratyapti va biz o'sha o'z ilmiy ishimizni ham qaysidir xorijiy tillarga tarjima qilgan holda o'sha mukammal ilmiy til bilan tarjima qilib jahon sahnasiga umuman o'zi O'zbekistonning yoshlari naqadar o'sha ilm borasida o'sha yangi izlanishlar, yangi kashfiyotlar qilish borasida naqadar o'sha kuchliligini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldik. Juda ham yaxshi. Keling, endi albatta bitta tilni mukammal o'rganmoqchi bo'lgan inson o'sha davlatni madaniyatini, adabiyotini, san'atini ham o'rganishga qiziqib boradi. Bizda Qarshi shahridagi o'sha ixtisoslashtirilgan raqs maktabi internatining bolajonlari bugun ko'rsatuvimizda faol ishtirok etishyapti. Xorijiy raqslardan biri